Dostlar, lütfi şehrimden hoş bu sözler Assalam deb keldik ey dostlar Lütfi şehrimden hoş bu sözler Şiranalar aytdim sağına diydorlar Jur bo'lay aytaylik qo'shiqlar alyorlar Şiranalar aytdim sağına diydorlar Jur bo'ling aytaylik qo'shiqlar alyorlar Muborak bayram to'ylar muborak sensin bizga muborak bayram to'ylar muborak sensin bizga muborak Günümüz boyu tantana Bo'lib o'tsin bayram an'ana Har kunimiz boyu tantana Bo'lib o'tsin bayram an'ana Oching duolarga qo'lingiz Uxlagana kindik biz yana Oching duolarga qo'lingiz Uxlagana kindik biz yana Muborak bayram to'ylar muborak sensin bizga muborak bayram to'ylar muborak sensin bizga bayram to'ylar muborak sensin bizga Assalomu Qari Kaltabayevna. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Har doimgidek judayam ochilib ketibsiz. Tashakkur. Kiravering. Qizcha. Keyingi qadamingizni tashlamasdan turib menga qarangchi. Umuman olganda qadamingizni o'ylab tashlang, bildingizmi? Nima? Siz menga gap qaytarmoqchimisiz? Menga qarang. Bekorlarni 500 tasini aytibsiz. Men mana shu binoning ichida Klaraxondan Klara Kaltaboyevga aylanganman. Assalomu alaykum, Klara Kaltaboyevna. Omonmisiz? Alaykum assalom. Bahorlar bayramlar muborak bo'lsin. Musulmonlik. Rosa ochilib ketibsiz-a? Oy, qo'yingi. Nazarmatovich. Tashqaridagi bahor nima-yu, siz nima? Oy, rahmat. Nazarmatovich.
Mundara kelib, ko'zimga qarangchi. Yomon qaramang. Boshim og'rib qoladi. Men 39 yildan beri mana shu kursini egasi bo'lib o'tirsam, 39 yil ichida katta rejissyorlar meni prova qilib charchanayotgan bir paytda kino prova demoqchiman. Siz meni bosib ketmoqchimisiz? Va bildingizmi? Axir men ikkita mashhur filmda qahramonni o'ynaganman. Birida chelak ko'targan ayol, ikkinchisida esa yomg'ir suvlarida qolgan munis go'zal ayolni o'ynaganman.
ko'zi kichkinaroq oching. To'g'ri. Menda ham Xudo bergan ko'z bor, mana. Mayli. Siz hali yoshsiz. Shuning uchun xato qildingiz. Kechirdim. Lekin singlim, san'at bu sanoat emas. Sanoat bu mana bu ustingizdagi ko'ylaklaringiz. Meni ustimdagi ko'ylaklar bu sanoat. Haqiqiy san'at mana bu yerda. Yo'q, mana bu yerda, yurakda demoqchiman. Acayip var beni yarım başkasından ümidler aramalı. Ah Ceyran boynuna zincirler düzüştü, karandır genlerinin içi olmuştu. Beni yarım başkasından kavuştu. Aramalı. Çeke bakaman, kuru kuştin kanatını kakaman. Yaxşı görgen yer kaydan topaman. Arımalı, arımalı. Oh
meni rahmatli dadam Kaltaboy aka juda ham san'atni qadrlaganlar. Lekin o'zlari sanoatchi edilar. Tillari bor edi. Pullari ko'p edi-da. Agar siz artistga bo'lmoqchi bo'lsangiz, chuchvarani xom sanabsiz, xom yeysiz. Ha! Sizga Nortajiyev kerakmi? Voy Xudoga shukr. Men o'ylaymanki, mendek talantli aktrisani bosib o'tib artistga bo'lasiz deb o'ylabman. Hech qisi yo'q. Yaxshi qiz, agar siz Nursultonov yoki Nortodayevni so'raganingizda, men sizni ularga topib bera olmasdim, chunki ular bu yerda ishlashmaydi. Nortajiyev ishlaydi. Bildingizmi? Xo'sh, demak. Chapga va o'ngga. To'g'rida Nortajiyevning xonasi katta qulf ostida turibdi. Nortajiyevning laqabi qulf. Eshigiga kerak bo'lsa bo'lmasa qulf osib qo'yadi. Boring. Sog'inchlardan yonib dilim, yor ko'changga tushsa yo'lim, indamajim. Ko'zlaringni topsa ko'zim, lek topmasam aytar so'zim, indamajim. Borligingni o'zi bir baxt, aytma boshqa so'zi faqat. Seni borliging o'zi bir baxt, aytma boshqa so'zi faqat. Qalbim anglay bilganing bor, gaplarimga kirgin faqat, indamajim. Qalbim anglay bilganing bor, gaplarimga kirgin faqat, indamajim. Mayli oylab yursam yo'llaringni poylab, indamajim. Mayli yillab, mayli oylab yursam yo'llaringni poylab, indamajim. Oshiqligim anglasang ham, yo dardimni bilmasang ham, indamajim. Ayt mendan o'tganda ham, so'zim og'ir botganda ham, indamajim. Borligingni o'zi bir baxt, aytma boshqa so'zni faqat.
Uni olib bersam bu kerak emas edi. Buni olib bersam bu kerak emas edi. Men bularni yangisini qayerda uyimda olib kelib qo'yaman. Borini olib beraman. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi? Buni olib borsam yoqtirmaydi, uni olib kel deydi. Uni olib borsam buni yoqtirmaydi. Yangisini olib kel deydi. Aytmoqchi, Shoraxon yoqasi tushib qolgan qora kostumga sara yoqani o'rnatib qo'yibsizmi? Qora yoqa topa olmasam nima qilay? Erimni yoqasini olib kelib o'rnatib qo'ymayman-ku. Masofkada kim ko'rib o'tiribdi? Qorami, sariqmi bo'laveradi. Senga vafodor Borayozim senga sodiq yor Rad etmagin ishongin janon Jonim bo'lgin etay baxtiyor Qiynamagin bo'lmay zor Sen bilmaysan meni yor Qiynamagin bo'lmay zor Senga jonim ko'nglim bor Faqat sening isming yor jaranglar bu ko'nglimda Faqat sening ko'zlaring joy olgan xayolimda Faqat sening sevgingni men ishlarman chandaldan Faqat seni go'zalim men tunlari o'ylarman yaralangan qalbim ruxsat bergin olay men ko'nglim Anglamasman ishongin menga Sodiqdorman bilgin sevgimga Qiynamagin bo'lmay zor Sen bilmaysan meni yor Qiynamagin bo'lmay zor Senga jonim ko'nglim bor Faqat sening isming yor jaranglar bu ko'nglimda Faqat sening ko'zlaring joy olgan xayolimda Faqat sening sevgingni men ishlarman chandaldan Faqat seni go'zalim men tunlari o'ylarman Bor o 70 yillik Xitoy chinni choynagi. O'shani ham qidirib o'lay dedim. Ko'rmadingizmi? Ana jo'mragi yamalganmidi? Ha, hisobchimiz dada shakani xonasida choy damlab olib, serial ko'rib o'tiribdilar. Shoraxon. Qiyshiq uy serialini siz ham ko'ryapsizmi? Voy, bironta serialni qo'ymayman, men hammasini ko'raman. 989-seriyasini ko'rib, naq 5 soat o'zimga kela olmabman. Yo'q, hattoki pochchaydan o'zimga keltira olmabdi. Ayniqsa ana Durdarini qaynonasiga aytmaysan. Voy,
ichxoraligini qarang uni. Odam ham shunaqa bo'ladimi? Voy. Voy uni qaynanasini qo'yavering, Dardarini ukasini qarang, ukasini bir kun kelib shuning uchun bo'g'ib o'ldirib qo'yaman deb boru. Kalbimde ismini men takrorlab labimda dil rohatlama bilmaydi o'zgani nazariga ilmaydi darsdan qalbim qolar ishqida ko'nglim yonar ko'zlaringni ko'rganimda yurak sevgiga ishonar canım yodimda yashirin otashi ko'z oldimda dil rohat bilmas kulmaydi o'zgani hatto o'ylab bo'lmaydi darsdan qalbim qolar ishqida ko'nglim yonar ko'zlaringni ko'rganimda yurak sevgiga Ey Sarban, ketaver. Keling bir kelib qolibsiz-da. Bu o'zingiz juda go'zal qiz ekansiz desam, ovozingiz ham juda chiroyli-ku. Bahorni hidini ko'ryapsizmi? Qarang, bahorni hidini ko'ring. Hamma yoqni bahor hidi tutib ketgan. Butun dunyo burunlari bahor kelganidan baxtiyor.
gilos pishganda bog'da seni ko'rdim gulzorda gilos pishganda bog'da gilos pishganda bog'da sochlaringni yelkalab shamol o'ynagan chog'da shamol o'ynagan chog'da sochlaringni yelkalab shamol o'ynagan chog'da shamol o'ynagan chog'da labing gilosga o'xshar ko'zing charosga o'xshar jonim sening ko'ylaging nurli libosga o'xshar nurli libosga o'xshar shirinlikda tanho sen shirinlikda tanho sen shirin yosin shirinlikda tanho sen shirinlikda tanho sen gulzor ichra gul bo'lsang gullar ichra ra'no sen gullar ichra ra'no sen gulzor ichra gul bo'lsang gullar ichra ra'no sen gullar ichra ra'no sen sevganing gilos aytchi shu yolg'onmi rost mana yaxshi ko'rganim faqat o'zingsan xalos faqat o'zingsan xalos seni ko'rdim gulzorda seni ko'rdim gulzorda gilos pishganda bog'da gilos pishganda bog'da gilos pishganda bog'da gilos pishganda bog'da yo'lda turmasang nima qilib o'ralashib yerda turibsan ha? Odamni oyog'ini tegdi nima qilasan? Lalixon opa, Azamxo'jani ko'rmadingizmi? Ko'rdim kecha. Lekin bugun ko'rishga ulgurganim yo'q Azamxo'jani. Uni ham men topishim kerak Azamxo'jani. Kamina Nartajiyev Qulfiddin Narbabayevich. Sizniki? Buni ahamiyati yo'q. Bilaman. Mana bu qo'lingizdagi ssenariy. Bu ssenariyni menga olib kelib, juda ham to'g'ri yo'l tanlagansiz. Ammo men birinchi ssenariy yozganimda 34 yoshda edim. Sizga haddan ssenariy yozib barabarmi? Bilaman. Bu ssenariyni men tushimda ko'rganman demoqchisiz. Axir men ham tushimda Merdinxon Manrojon qizining oppoqqina qo'lidan o'pganman. Lekin bu bilan hech narsa o'zgargani yo'q. Bizga kelib joylashmagan baxtimizni turtma, u bizni rostasinglar. Sen bizda qolmoqchi bo'lgan baxtni qo'rqitma, shunda ham baxt bizdan bezgan. Nima bo'ldi? Yana boshlandi. Yeah.
deb o'ylaman. O'ylama, nima yomon deb o'ylaman. O'ylama, nima yomon deb o'ylaman. Sababsiz yig'lab bekor kularsan, nega bir joydan zangor tutasan. Kimnimi desa shuni berib meni har doim qiynaverasan. Qayerda bo'lmay, kimlarni ko'rmay, hech qaysi go'zal bo'lolmaydi senday. Sen yagonamsan, sen yuragimsan, jonim qanday bo'lib qolding sen bunday. O'ylama, nima yomon deb o'ylaman. 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 Nega ko'zimdan ayib izlaysan, nega o'zing ham ishonmaysan. Tomosha qilma ko'z yoshimni, sinama meni bardoshimni. Menga hech kim jonim bo'lolmaydi senday. Nega axir sen bo'lib qolding bunday? Nimaga? O'ylama, nima yomon deb o'ylaman. 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 O'ylama. Nima hali o'rganmagan, lekin bizga ishongan. Sevgimizni yo'ldan ostirma. Dilimizda muhabbat ozor chekmasan. Jonim, shuncha darding bor ekan bilmaysan. Endi seni xafa qilmayman, mana ko'rasan. O'ylama, nima yomon deb o'ylaman. 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 Mening birinchi yozgan ssenariyim taqdiri nima bo'lganligini bilasizmi? Ayrim tushunmagan kaltabaqim rejissyorlar bu ssenariyni bolalar bog'chasida qo'yish kerak, shunda ham qayta yozilsa deyishgan. Lekin men tushkunlikka tushganim yo'q. Yana yozdim. Yangi ssenariyim 40 yoshimda tayyor bo'ldi. Ha, to'g'ri aytasiz. Mening ssenariyim kino bo'lishi kerak edi. Ammo tushunmagan rejissyorlar yana meni tushunishmadi. Nima emish? Agar bu ssenariy bolalar bog'chasida qo'yilsa, bolalar kinoni yomon ko'rib qolishar emish. Bunday gaplardan keyin 5 kun uydan chiqmasdan murojaatni eshitish kerak edi. Ammo magnitofonim yo'qligi uchun eshita olmadim murojaatni. tush bo'lsa ham o'n yo seni ko'rgach boshimdan uchdi qush. Sen baland tog' uzra erding
qo'shni ohu yoki qush yolvorib men pasta berdim bir nafas yonimga tush azganush sen bir nafas yonimga tush azganush azganush sen bir nafas yonimga tush azganush qoshingga bunchalar tim qoradur bilmadim bu qoshlaringdan qancha dillar boradur rahm qilgin bitta o'zbek shunchalar yolvoradur tush o'zing yo ayt yoningga qaysi yo'ldan boradur sen bir nafas yonimga tush azganush azganush sen bir nafas yonimga tush azganush bog' bu tog'lar ortida bir o'lka bordur ko'p yiroq men qanotli yo'lchiga bu bir nafasli yo'l biroq yur parivar men bilan yur bormi senda ishtiyoq gul tutarman senga so'lman o'lchamandan bir quchoq o'lchamandan bir quchoq o'lchamandan bir quchoq sen bir nafas yonimga tush azganush azganush sen bir nafas yonimga tush azganush azganush sen bir nafas yonimga tush azganush azganush sen bir nafas yonimga tush azganush Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Azimxo'ja akani ko'rmadingizmi? Yo'q. Ko'rsangiz telefon qilib qo'ysalar xo'p. Xo'p, menga. Ha. Yozganlaringizni menga bering-chi. Siz haqiqiy ssenariy yozadigan ijodkor qanday bo'lishi kerak ekanligini bilasizmi? Qo'ybuddin aka, Farmonovga 12 marta qog'oz berar ekansiz. Tamaraxon, hozir qog'oz shart ekanmi? Ha, shart ekan. Hisobotlarni yozib keyin burun doktoriga borar ekanlar. Burunlar ishlamay qopti. Ha. Kinoda burunning ahamiyati katta. Keling. Xo'p bo'ladi. Mana. Rahmat. 12 tami tag'in yana kelib o'tirmang. Tamaraxon, siz har bitta qog'ozga qancha inson mehnati sarf bo'lishini bilasizmi? 12 ta. Rahmat. Omon bo'ling. Shoshmang. Labbay. 12 ta qog'oz olganingiz haqidagi qog'ozga kim qo'l qo'yadi? Xotinimmi? Voy, yo'q, mana men esimdan ko'tarilibdi xolos. Tavba qildim. Siz ham erimdan battarsiz. Ertalab 2000 shu berib, kechqurun qaytimni so'raydi.
xo'sh. Demak, haqiqiy ijodkor uchun keragi siz qanday taomlarni yoqtirasiz? Issiqqina gumma uxa gurlanmaz. So'z qaynoqqina kelinglar olinglar. Qaynoqqina uxa gurlanmaz. Malik masalon. Qanaqa qola, men senga kinayman. Qola deysan to'ba qil. Unaqa qilmalar Xudoni qahriga uchraydi hammasi. Mana o'shalar. Voy. Assalomu alaykum klubna aka. Ulfatay. Men sizga necha marta aytaman. Mening ismim Qulubnay emas, Qulfuddin deb. Voy. Ну Qulubnay, Qulfuddin, какая разница? Raznica bor, Ulfatay. Ну, hech narsa qilmaydi, qanim. Qochib tursanga yana aytdim. Yurma meni oldimda, jahlimni chiqarmasin. Qarang. Bo'pti, bo'lmasa siz qorniga gummanni soling. Samolyotlar kechga qoladi, ammo lekin siz kechikmaysiz. Agar Qulfuddin akangiz sizning gummalaringizni yemaganida siz mana shunday dumbullab yurarmidingiz? Esingizdami? Kino olamiga ham sizni olib kirgan mana shu Qulfuddin akangiz bo'ladi. Voy, olib kirishga olib kirgansiz, lekin qaytib chiqishni o'rgatmagansiz, Qulubnay aka. Ishga topolmay qidiraman bahona. O'yoq bo'yoq yugurib mana sarsonman yana. Jonim unda qilma, bunchalik qiynama. Senga sevgimni aytay ingliz tilida. Sen sevman, I love you, sog'inaman, I miss you. Menga qaragin, look at me, sevgimni senga aytay. Sen sevman, I love you, sog'inaman, I miss you. Menga qaragin, look at me. Sevgimni senga aytay. Seni sevman, man, sog'inaman, man. Menga qaragin, ha ha. Bor mehrimni qozonish talab etadi toqat. Yolg'on emas ko'zlarim bu aksincha haqiqat. Meni o'yla faqat, bu eng birinchi shart. Balki shunday morar qalbimda muhabbat. Sen sevman, I love you, sog'inaman, I miss you. Menga qaragin, look at me, sevgimni senga aytay. Sen sevman, I love you, sog'inaman, I miss you. Menga qaragin, look at me, sevgimni senga aytay. Sen sevman, man, sog'inaman, man. Menga qaragin, sevgimni senga aytay. Sen sevman, man, sog'inaman, man. Menga qaragin, sevgimni senga aytay. Sen sevman. Sen sevman, I love you, sog'inaman, I miss you. Menga qaragin, look at me, sevgimni senga aytay. Sen sevman, I love you, sog'inaman, I miss you. Menga qaragin, look at me, sevgimni senga aytay. Sen sevman, man, sog'inaman, man. Menga qaragin, ha ha. Haligi otingiz nima edi? Soyibjon. Ha, Soyibjon, Akam ko'chagan ko'rmadingizmi? Shu yerda yurib deb eshitdim. Yo'q, men 1,5 soatdan shu o'tiribman kutib. Ha, ko'rib qo'ysangiz izlab o'tding. Xo'p. Qalbim tirnar, seni hamon o'ylar. Yonar, ichim yonar,
siz xavotir olmang qizaloq. Men yozgan narsalaringizni 60 soniyaga qolmasdan o'qib tashlayman va o'zimning fikrimni aytaman. Albatta aytaman. Faqat sizga ikkita maslahatim bor. Birinchisi, gumma ham taom. Buning mazasi kinoni tushunishga, tajriba orttirishga va haqiqiy ijodkor bo'lishga yordam beradi. Chunki buning ichida hamma narsa bor. Melodrama ham, tragediya ham, komediya ham bor. Tushundingizmi? Ikkinchidan, mana bu gulni hidlang. Hamma gap mana shunda-da. Men mana shu sun'iy guldan shirin islar topaman. Vaholanki siz shu sun'iy guldan shirin islar topa olmas ekansiz, demak sizga ijodkor bo'lishga, ssenariy yozishga juda ham erta. Voy. Meni dardimni qo'zg'atib nima qilarding? Jiblajibon. 27 yil yozgan ssenariylarim kino bo'lganida men mana shu yerda qog'oz tarqatib o'tirarmidim? Bahorni hidini ko'rmasang, gumma yemasang, sun'iy gulning hididan shirin islar topmasang, ijodkor bo'lib nima qilasan? Yaqol, ko'zimdan yaqol. Bizning qismatimiz boshqa, endi sevgim faslimiz yo'q, boshimizni urib toshga. Sevishmoqqa haqqimiz yo'q,
odamlar, Azam Xo'jagani topib beringlar. Kim topib bersa osh qilib beraman. Hey! Whoa, 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 whoa! John Day, say, whoa, 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 whoa! We're running selector. This how it better. You got to concentrate. Whoa, 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 whoa! For bring on the pizza. For make it so deeper. You got to concentrate. Whoa, 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 whoa! John Day, say, whoa, 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 whoa! We're running selector. This how it better. You got to concentrate. Whoa, 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 whoa! For bring on the pizza. For make it so deeper.